Ta'tillarga olmoqmiz. Akalar, mana shunaqa sifatli qo'z izlagan akalarimizga tez bu videoni jo'natib yuborishimiz kerak. Ko'rib turganimizda dummalari ochiq, holatlari zo'r bo'lgan, baquvvat akalar qo'zlarni sizlarga ko'rsatishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar Yangiobod mahallasidan o'zi sifatli gigant bir partiyani ko'rsatish uchun yetib kelganmiz. Hammamizga akalar mana shunaqa sifatli qo'zilarni zo'rlardan Alloh minglab millionlab boqib ko'paytirib xalqimizga yetkazishni nasib qilsin. Akalar, ko'rib turganimizdek sifatlari hamma taraflama akalar yaxshi. Eng yaxshi tarafini aytay akalar, haqiqiy Qashqadaryoni o'zini tog'idan olib kelingan. Akalar, bir partiya xudo xolasa sizlarniki bo'lishi mumkin. Shuning uchun akalar pastdagi nomerlarga xudo xolasa tezroq telefon qilib savdosini qilsa bo'ladi. Inshaalloh oladigan akalarimiz bo'lsa tezroq shoshilib qolamiz. Bo'lmasa akalar, biz ishimizni egalari bilan, To'ychi akamiz bilan xudo xolasa sizlarga ma'lumotlarni to'laligicha yetkazish bilan boshlaymiz. Bo'lmasa biz ishimizni boshladik. Bismillah. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshiman. Rahmat aka. Joningiz sog' bo'lsin aka, bu qo'zilar haqiqatan sifat ekan. O'zim ham ko'rib xursand bo'lyapman. Bularni rangi ro'yi, oyoqlari, po'chalari, qalinligi hamma taraflama o'z ideal qo'zilar ekan-da aka bular. Aka, tog'idan ham tanlab olamizda, hamma molni olib kelavermaymiz. Xalqqa manzur bo'ladigan yaxshi mollar keladi. Shunaqa. Bularni aka hozir necha bosh desak bo'ladi endi xalqqa? Necha bosh aka bu yerda? Bega So'robjon 37 bosh. 37 bosh. 10 ta urg'ochisi bor. 27 bosh erkagi bor. Urg'ochisi o'zi 10 donagina. 10 donagina. Mashalloh. Akalar, o'zi urg'ochisi 10 donagina, xudo xolasa, qolgani hammasi erkak variantdagi qo'zilarimiz. Endi aka, mana hozir sal yurg'izib ham ko'rsatamiz. Mana shu yerdan yuraversin, mayli o'sha tarafga bir yurish-turishlari bilan xalqqa ko'rsatsak baribir yaxshi. Bu ichidan hammasi ko'rinmaydi-da. Mana akalar, ko'rsatib uraylik. Sekin mana. Endi aka, buni mana ko'ryapmiz. Rangi toza qo'zilar. Eng muhim aka, kim olsa ham xudo xolasa rangi toza, o'zi sifatli qo'z oladi inshaalloh. Endi bularning sog'ligiga qanday deymiz endi aka? Baribir endi zo'r. Sinab ko'rib, garantiyasi bor olingan. Mashalloh. Mana akalar, ko'rganingizda sog'ligidan muammosi yo'q. Xudo xolasa sog'ligiga bir hafta mumkin garantiyasi berilaveradi. Bir haftasi garantiya. Bir haftaga garantiyasi bor. Bir oy deb qo'rq gapirmay, bir hafta garantiyasi bor. Garantiya ham oddiy garantiya emas. Agar biron narsa bo'lib qolsa, xudo xolasa javob beriladigan garantiya. Inshaalloh bo'lmaydi, bo'lsa ham javob beramiz. Alloh asrasin unaqa narsadan. Hamma ham bar mol qilaman deb oladi. Sotadigan akalarimiz ham masalan shu kasal bo'lsin deb sotmaydi, lekin sababi o'zlari sog'lom turadi bu qo'zilar. Shunday, xuddi shunday. Aka, buni endi bundayda hozir qo'rov masalan qo'zini maqtagan bilan ish ham bitmaydi. Realni o'zini ma'lumotlariga o'tib ketaveraylik. Aka, bu yerda necha oydan necha oygacha qo'zlarimiz bor aka? 3 oydan 5 oygacha. 3 oydan 5 oygacha. Shunday. Akalar, mana 3 oylik qo'zilardan boshlab 5 oylik qo'zilarimiz bor ekan. Aka, hozir 3 oylik qo'zilarimiz ham deyarli ichida mana bu tarafda sal ko'rinib qoldi. Bilinmayapti, hammasi bir xil gavdali. Ikkita maydarog'i bor, egizchi ikkalasi, qolgani deyarli bir xil. Mana ikkita maydasi bor ekan, qolgan hammasi deyarli bir xil. Aka, endi baribirda hozir akalarimiz misol uchun so'rashi mumkin. Bizga masalan mana shu tog'ni qo'zisidan bebahra qolmaylik, 5 ta, 6 ta soting, yo bo'lmasa 2 ta soting ham deydigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Bir erkak, bir urg'ochi. Bir dona ham bo'lsa sotamiz. Xudo xohlasa sotilaveradi. Yashang. Akalar, bu yerda sotilmaydigan gap yo'q, sotilaveradi. Hammaga xudo xolasa olib borib berishadi, yo bo'lmasa bir kelishiladi dastlabkilar. Endi faqat bitta narsani ham aytib ketaylik aka. Buni yakkaga bari narx o'zgaradi-da. Narxi bunday qarang, qo'yayotgan narximizdan kichikroq olsa, minusga. Minusi ham bor. Kattasini olsa plusga o'zgaradi. Realni aytaylik. Shunday. Akalar, mana haqiqiy nima deydi, biznesmen odamning gapi bo'ldi. Agar maydasini olaman desalaringiz, minusini ham qilib beraveradilar. Kattarog'ini olaman desalaringiz, akalar, plusi ham bor. Endi aka, bu hech kimni kuydirmaslikning yo'lida. Shunday, bir xil narxga bo'lmaydi. Lekin bo'lvolarga shuni tayoqlarga beraveraman. Demak, o'rtasidan shunday kattasi o'tsa ham, kichigi o'tsa ham peshona. Peshonadan. Mana akalar. Xo'p, endi o'sha yaxshi variant ham, bu ham bittasi. Lekin bir qo'lga olaman degan akalarimiz uchun, mana shu tayoqlarga olaman degan akalarimiz uchun bitta narx aytishimiz kerak aka. Buni dastlabkasi bor. Bar dastlabkasini ham bir yo'li. Dastlabkani bitta olganga hammasini olganga O'zbekiston bo'ylab qilamiz. Bo'lib olganga muomala qilib kelishamiz. Masalan, endi mayli sizdan ham kechsa hech narsa qilmayapti. 10 ta olaman degan akalarimizga bir dastlabkasini qilib beraveramizmi? Samarqand Buxorogacha 10 taga dastlabka ketadi. Xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Muammo bo'lmaydi. Yashang. Akalar, 10 ta olaman degan akalarimizga Samarqand Buxoroga davr xudo xolasa dastlabkasi bor. Aka, endi asosiy joy bu narx-navosi bari hammaga qiziq joyi shu narx-navo aka. Narx-navoni qanday qilamiz? Bugun endi arzon qo'yamiz deb aytdi. Buni yana arzon qo'yamiz, qimmat qo'ymaymiz bugun. Shunday. Haqiqatdan xalq ko'rsin, haqiqatdan narxiga e'tibor berib baqsin.
3.300.000 so'mdan. 3.300.000 so'mdan. Buni savdo qilib Buni savdo qilishga ham o'zi joy qolmadi aka. joy qoldirish shart emas. Yashang. Akalar mana ko'ryapmiz 3.300.000 so'mdan xudo xolasa mana shunday qo'zilarimiz ketaveradi. Ko'rib turibmiz akalar, mana yaqindan ham sizlarga ko'rsatyapman. Ancha katta xudo xolasa. Eng kichiklarni qarang. Mana eng kichkinasi ham sifat mana akalar. Mana buni qarang, eng kichiklari bu. Aka mana hozir o'tni ichiga ham bularning ko'rinishlari va svetnoy ranglari ham tozaligi bilinib turibdi. Aka endi buni xudo xolasa hamma ma'lumotlarni sizdan oldik. Nomeringizni qoldiramiz. O'zingiz yana ham bir telefon qilgan akalarimizga bir chiroyli qilib, xayr sunnatdan biror narsa qilib berasiz. Muomala qilamiz, telefon qilaversa hech kimni bag'ida quruq qaytarmaymiz. Akalar like bosib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Sabab bizning kanalimizda muntazam mana shunaqa sifatli, barakali Qashqadaryoni tog'larini qo'zilari chiqib boryapti. Nafaqat qo'zilar, har qanaqa chorva mollarini barakali, yaxshi-yaxshilar inshaalloh chiqarishni boshlaganmiz, davom ettiramiz. Sizlardan like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yish, bizdan bo'lsa akalar mana shunaqa sifatli qo'zilarni hamma ma'lumotlari bilan yetkazish bo'ladi.